Kavkaz ortining janubiy-sharqiy qismida joylashgan ma'muriy jihatdan 61 ta tuman, 65 shahar va 122 ta shaharchaga bo'lingan Ozarbayjon Respublikasining yer qonunchiligi, yer kodeksi hamda yer islohoti to'g'risidagi Ozarbayjon Respublikasi qonuni va boshqa normativ huquqiy hujjatlardan iborat. Respublikaning yer fondi undan foydalanish va ularni muhofaza qilish bo'yicha munosabatlar aynan ushbu qonunchilik bilan tartibga solinadi. Xo'sh, Ozarbayjon Respublikasining yer fondi qanday toifalarga bo'linadi? Qishloq xo'jaligi yerlari, aholi punktlari yerlari va ularning tarkibi, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarda belgilangan yerlar, alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar yerlari, o'rmon fondi yerlari, suv fondi yerlari hamda zaxira fondi yerlari. Endi ana shu 7 toifadagi yerlarga batafsil to'xtalib o'tamiz. Qishloq xo'jaligi yerlari. Bunday toifadagi yerlar ko'p yillik ekin ekiladigan yerlar, o'tloqlar, yaylovlar, dalalar, botqoqliklar, qishloq xo'jaligi faoliyati uchun muhim bo'lgan bino va inshootlar ostidagi yerlar, xo'jalik ichidagi yo'llar va boshqa shu kabi maqsadlarda foydalaniladigan yerlarni o'z ichiga oladi. Aholi punktlari yerlari va ularning tarkibi. Bu toifaga mansub yerlar qurilish hududlarida joylashgan jamoat va turar joy, madaniy, maishiy, ma'muriy, ibodat va boshqa binolar va inshootlar, umumiy foydalanishdagi yerlarda joylashgan maydon, ko'cha, o'tish joyi, yo'l qirg'oqlari, aholining ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi xiyobonlar, sardobalar, plyajlar ostidagi yer uchastkalari, ombor binolari, aholining ommaviy dam olishi uchun foydalaniladigan alohida muhofaza etiladigan hududlar, shuningdek tabiiy shifobaxsh xususiyatlarga ega bo'lgan manbalar hamda qabriston yerlarini o'z ichiga oladi. Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarda belgilangan yerlar. Sanoat, aloqa, transport, savdo, umumiy ovqatlanish va boshqa ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlarini joylashtirish va foydalanish uchun qonun hujjatlariga muvofiq ajratilgan va sotib olingan yer uchastkalari hamda fermer xo'jaligi muomalasidan chiqarilgan yer maydonlari ushbu toifaga kiradi. Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar yerlari. Bunday yerlar alohida tabiatni muhofaza qilish, ilmiy, tarixiy, madaniy, estetik, turizm va dam olish, sanitariya hamda boshqa muhim, tegishli hokimiyat va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan iqtisodiy foydalanish hamda fuqarolik muomalasidan to'liq yoki qisman chiqarib olingan va ularda alohida huquqiy rejim o'rnatilgan yerlardir. O'rmon fondi yerlari. O'rmon o'simliklari bilan qoplangan yoki qoplanmagan o'rmon xo'jaligi ehtiyoji uchun mo'ljallangan yerlar o'rmon fondi yerlari hisoblanadi. Ozarbayjondagi bu toifadagi yerlar o'rmonlarni qayta tiklash, o'rmon xo'jaligini yuritish va kengaytirish, o'tini yetkazib berish maqsadlari uchun respublikaning o'rmon kodeksiga muvofiq ijaraga berilishi mumkin. Suv fondi yerlariga esa Ozarbayjon Respublikasining ichki suvlari va Kaspiy dengizi, suvni muhofaza qilish zonalari va qirg'oq bo'yi chegaralaridagi yerlar, orollar va uning atrofidagi botqoq yerlar, gidrotexnika inshootlari, meliorativ va suv xo'jaligi obyektlari ostidagi yerlar kiradi. So'nggisi esa zaxira fondi yerlari. Bu toifadagi yerlarga munitsipalitetlarning fuqarolik va yuridik shaxslar tomonidan egalik qilinmagan, foydalanilmagan yoki ijaraga olinmagan, konservatsiya qilish huquqini bekor qilish natijasida xo'jalik muomalasidan chiqarilgan davlat yerlari kiradi. Zaxira fondi yerlaridan ular tegishli toifaga o'tkazilgandan so'nggina foydalanishga ruxsat etiladi. Yerlarni tasniflash va ularni bir toifadan ikkinchi toifaga o'tkazish tegishli ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan belgilangan tartibda amalga oshiriladi.